Nega rozetkalar kuyadi? 90% odamlar rozetkani noto'g'ri tanlashadi. Mana bu rozetka nimaga kuyganligini bilasizmi? Chunki noto'g'ri rozetka tanlagan. Ko'pchilik odamlar Ariston, nasos, konditsioner, shunga o'xshagan maishiy texnikalar uchun 16 amperlik rozetkalardan qo'yishadi. Bu ishlaydi, lekin 1-2 oydan keyin rozetka eriy boshlaydi. Bunday kuchli texnikalar uchun 32 amperlik rozetkalar kerak bo'ladi. Bu rozetkalarning ichki kontaktlari qalin, tokni bemalol o'tkazadi. Lekin rozetkaning o'zini almashtirgan yetmaydi. Unga kuchliroq sim kerak bo'ladi. 32 amperlik rozetka uchun kamida 4 yoki 6 millimetrlik sim tortish kerak va albatta alohida liniya qilish kerak. Men har hafta magazinda kuygan rozetkalarni ko'raman. Ular arzonni tanlashadi va 2-3 haftadan keyin yana almashtirishadilar. Agar uyingizda kuchli texnikalar ko'p bo'lsa, rozetkani to'g'ri tanlashni tavsiya beraman. Keyingi videolarimiz avtomat haqida bo'lib o'tadi. Kanalga obuna bo'ling. Endigi videolar sizga foydali bo'lishi mumkin.